Assalomu alaykum o'rtoqlar. Siz Retro.uz Bro kanalidasiz. O'sha mashhur internetni portlatgan akamiz bilan bugun gaplashamiz. Like, comment, obuna. Okay? Marhamat, so'z navbatini akamizga beramiz. Akamiz yosh, soqollariga qarab, do'ppilariga qarab, yurishlariga qarab qaro odam ekan. Bobo ekan demanglar, akamiz yosh juda ham. Marhamat, so'z navbati ularga. Sog' bo'linglar, sizlar ham omon bo'linglar. Uylaringizda to'ylar bo'lsin, chaqirib turinglar, men ham borib xizmat qilay, omadlaringizni bersin. Yana bitta Sardor Mamadaliyevni, yana bitta ona ota haqida aytgan qo'shiqlarni aytib beramiz. Sardorjon, ukajon, agar meni eshitsang, ko'rsang, mendan xafa bo'lmagin. Men ham senga o'xshagan inson, men uzr so'rab qo'yaman oldindan, lekin men ham shu talentim bor. Omon bo'ling. Aytingchi, hamma necha yoshligingizga qiziqyapti? Necha yoshdasiz? Ko'plar sizni boboy deydi, soqolingizga qarab. Ko'plar esa yo'q, bu inson boboy emas, chunki yuzlarida ajinlari yo'q deydi. Necha yoshdasiz hozirgi paytda? O'zingizni bir tanishtiring. Qayerdansiz? Muxlislar uchun. Kelim savxozda yashayman. Yoshim mana 49 ga kirdi. Demak 49 yoshdasiz. Unaqa boboy deydigan yosh emas, o'rtacha yosh o'rtoqlar. Mana shu ancha yildan beri mana shu qo'shiq aytib yuraman. Mana shu yilga omadim keldimi, bir baxt bo'ldimi, bu ham mana shu trendga chiqib, qancha odamlarni ko'nglini olib, qancha odamlardan yaxshi gaplar eshitib, mana shu kunlarda ko'rgan, yetkizganiga Allohga shukr aytaman. Sog' bo'linglar. O'rtoqlar, aynan mana shu kanalda mana shu inson haqida yangiliklarni, yangi ashulalarini qo'yib boramiz. Obuna bo'lib qo'ying. Ishonavering. Aynan mana shu kanalda birinchi bo'lib chiqadi. Rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosing, bitta komment yozing. Akamizdan yana bir hit. Yolg'iz ayol deb nomlangan tarona. Marhamat, birgalikda eshitamiz. Boshim yastukda-yu, jonim ketarda, tanim bori bulaqat ichra yotarda, bir suratli o'sha jodun o'tarda, qiyomat kun meni sharmanda qilma, qiyomat kun bizni sharmanda qilma. Seni amring bilan ish tutmadim men, bu dunyodan ketarim bilmadim men. Sening dargohingga yolg'iz kelib men, sening dargohingga yolg'iz kelib men. O'zing rahm aylagin, bechora qul men. O'shal kuni meni sharmanda qilma, qiyomat kun bizni sharmanda qilma. Qani agar men ham yosh bo'lib qolsam, butun umrim pok bo'lib islomda yursam. Qani agar men ham yosh bo'lib qolsam, butun umrim pok bo'lib islomda yursam. Men bir gunohkor bandangman Alloh, men bir gunohkor bandangman Alloh. O'shal kuni meni sharmanda qilma, qiyomat kun bizni sharmanda qilma. Qiyomat kun meni sharmanda qilma. Hozir men bu yerdan